Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, yaqinlar, akalar, ayniqsa o'rim sezonga jadka qidirayotgan akalarimiz uchun 2026-yilgi eng oxirgi vipskadagi original spejadkamiz optim narxlarda sotuvimizga chiqdi akalar. Videoga bitta like bosib qo'yasizlar akalar. Men sizlarga qisqacha obzor qilib berishni boshladim. Birinchi navbatda akalar firmalari Avangard Record firmasidan jadka qismlariga alohida e'tibor berasizlar. 2026-yilgi eng oxirgi vipskadagi original N120 lik jatkalar bilan jihozlangan. Qalin parrayli bo'ladi akalar, temir taraqli, ya'ni o'tni o'rganda ham har yonga sochib ketmasdan usti boshini bir xilda qilib bir yonga taxlab ketadi akalar. Motor qismlariga kelsak, motor qismlari 177 benzinli motor bilan jihozlangan. Korobka qismlari e'tibor berasizlar akalar. Bundan oldingi eski vipskadagi spejatkalarimiz korobka qismlari kichkina bo'lardi. Bunisi oxirgi vipskada usulli qilingan katta korobkalar bilan jihozlangan. Balonlariga e'tibor berasizlar, 700 ga 8 qalin Cherokee balon bilan jihozlangan. Bundan tashqari ishlash prinsiplari, akalar, ishlash prinsiplari juda ham oddiy, akalarimiz uchun juda ham yuqori darajada qulaylik yaratilgan. Bunisi alohida stipleni bo'ladi akalar, bunisi esa jadkani qo'shib pishishga soladigan alohida nuqtasi. Ayniqsa sizlar boshqarishlaring uchun motorli haydayotgan akalarimiz o'zlari juda ham yaxshi biladi. Satelitli bo'ladi akalar. Xohlasalaring o'ng tomonga, xohlasalaring chap tomonga ruchkalar orqali bemalol burib boshqarishlaring mumkin. Bu spejatkalarimiz akalar sizlarga optim narxlarda sotuvimizga chiqqan, bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Manzilimiz Mallor shahar Kaminit bozorida, telefon nomerlarimizni yozib qoldirdik. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmatlarimiz bor akalar, kelishilgan holda bo'ladi. Bemalol murojaat qilishlaring mumkin. Biz sizlarni kutib qolamiz.